6-noyabr 2023-yil bo'lyapti. 2023-yil 20-oktyabr. Shunday. Bir oydan keyin, ya'ni qarz mavjud emasligi bo'yicha so'rovnomaga javob beryapti soliq. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi. Bu nima menga aloqasidir? Menga hozir chizimimga bu attaqallaga qonuniy qilib bermaydi, noqonuniy qilib turib bular. Lekin aynan o'sha yili sizga javob xati kelyaptiki, ya'ni soliqdan qarzingiz mavjud emasligi bo'yicha, ya'ni ma'lum bir miqdor, unaqa summa emas, 7.485 ming so'm qarzingiz borligi bo'yicha javob berilyapti. Bu narsani sudlar o'ziga kelgan dalilni haqqoniy emasligini tekshirib ko'rmaganmi degan savol tug'ilyapti o'zida. Bu oldin olingan bu. Oldin uchastka oldin yiqilingan. Nechinchi yilda qurilgan bu? Yilini bilmayman. Mana meni konturim bakka turibdi yeri. Bu tomonga turibdi. Bu tomon mana yer turibdi. 2023-yil barcha yerga paxta ektirdi. Qarzdorlikda bizga chiqaryapti. Qo'ydani o'zlari klasterda o'zidan olishib ketyapti. 7 urushib boryapti-da, bu tomondan allab chizib, baxadan chizib o'ttiribdi. Yer ijara shartnoma xaritasi. Bu hozir ijara shartnoma sizning yeringizda mana bu joylar ham qo'shilib ketgan hozir sizning yeringizga. Yo'lmana mana bu yerda ham qo'shib boryapti uchastkani. Bir qator uchastkani qo'shib boryapti, lekin asli yer bir qator. Firmada olib kelyapti-da, 5 gektar yeri borda, umuman paxta ekitib turib, mana bu yerdan yo'lam sotib boryapti. Yer meni nomimga. Buni endi qolgan yerda xuddi men sotib yeganday, men anaqa. Buni kim sotib yegan bo'lsa, javobini bersinmi? Ya'ni siz o'sha olgan vaqtingizda bu yerni o'lchab olmagansiz. 49 gektar. Amalga 44,5 gektar yer turibdi. Assalomu alaykum, hurmatli Haqiqat ovozi kanalining kuzatuvchilari, qadrli yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Ancha bo'ldi siz bilan ko'rishmaganimizga. Bugun biz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumaniga kelganmiz. Fermer akamiz bizni murojaat qilib chaqirganlar. O'z fermerchiliklari bo'yicha tazyiqga uchrayotganliklari, ya'ni ruhiy tazyiq ostida o'sha ba'zi bir tashkilotlar tomonidan buni tazyiq deymizmi yo bir qandaydir yerga ko'z tikkan kimsalar bor va qora kuchlar ta'sirida yerimdan ayrilyapman. Sun'iy ravishda menga nisbatan qarzdorlik joriy qilinib, ya'ni soliqdan hozirda yerimni, aynan fermerchiligimni bekor qilib, mendan yerni tortib olishmoqchi degan ma'noda bizni murojaat qilib chaqirdilar. Hozir dastlab biz bu yoqqa kelishimizdan oldin tuman hokimligiga bordik. Ya'ni o'sha tuman hokimini aynan shaxsan o'zlari bu masalani nazoratga olishlarini, ushbu holatni atroflicha o'rganib chiqishlarini biz iltimos qildik. Akamiz o'zlariga quloq tutamiz. Ya'ni hozirda aynan menga murojaat qilib chiqayotgan fermerlarning murojaatlari o'ta darajada bir shubhali holatlar, ya'ni noqonuniy bosimlar mavjudligini men o'z ko'zim bilan ko'ryapman. Ba'zi bir javhalarda hozir akamizni, Javlon akamizni o'zlariga yuzlanamiz. Aka, nimadan norozisiz? Assalomu alaykum. Men Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani G'anva Boyorov Qo'shqanot mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Suvsulton qishlog'ida yashovchi Yo'ldoshev Javlon Eshboboyev fermer xo'jaligini boshlig'i Yo'ldoshev Javlon bo'laman. Men 2019-yil 3-dekabrga 53-25-12 sonli qaroriga asosan Isroil Omonov Shahrisabz tuman hokimi Isroil Omonov tomonidan menga fermer xo'jaligim tashkil qilingan. Menga tashkil qilingan va yer berilgan. 2020-yil g'alla va paxta planlarimni 110% ga bajarganman. Qolgan 2021-yildan boshlab menga umuman bosim o'tkazib turib, 7 olish maqsadida menga juda ko'p tahdidlar o'tkazib, 7 o'zlari sotishib yorib, qarorimga kadastrimga qarorimga mana 49 gektar. 49 gektar. Amalga 44,5 gektar yer turibdi. 48 va 9 amalda foydalanayotgan. Hozir mendan olyapti. Buni endi qolgan 7 xuddi men sotib yeganday, men anaqa. Buni kim sotib yegan bo'lsa, javobini bersinmi? Ya'ni siz o'sha olgan vaqtingizda bu yerni o'lchab olmagansiz. Menga o'lchab bermaganman. Bir necha bor davlat tashkilotlariga
bir necha marotaba murojaat qildim, yozma murojaat qildim. Yuqori tashkilotlarga bular noto'g'ri javob noto'g'ri jo'natishadi. Ya'ni sizni murojaatlaringizga asosli javob bermayapti. Yo'q, umuman javob bermayapti. Hozir qarang, 48.9 amalda foydalanib turgan yer maydoningiz umumiy zaxiralar bilan qo'shib hisoblaganda 49 gektar yeringiz bor. Shunday. Bor bo'lishi kerak. Endi hozir o'zboshimcha yer amalda boshqa. Amalda 44,5 gektar yer bor. 44,5 gektarligini nimada ko'rdingiz? 44,5 gektarligini mana sizda men yer ijara shartnomamni xaritasi. Mana. Mana bu ikki qator uchastka. Qarang. Mana bu pastidagi kontirdagi 7 qarang. Kontir baqqa turibdi, chizma baqqa turibdi. Mana bu tomondagi mana bu yerdagi uchastka noto'g'ri chizgan umuman. Menga bular ya'ni hozir odamlar yashayapti bu siz yerda. Yashayapti deganmasa. Mana buni ham 2023-yil mendan tortib, mana bu yer Shudugar maydon paxta, men paxta ekadigan maydon edi. 22-yil men bu yerga ekkanman paxta. Demak, hozir bu yerda mana bu yo'lda men 2023-yil mendan 7 tortib olyapti-da, 5 gektar lalmi bor. Fermerda olib kelyapti-da, 5 gektar yeri borda, umuman paxta ekib turib, mana bu yerdan yo'lam sotib o'ryapti. Yer meni nomimga. Hozir bu yer umuman sizni fermerchiligingiz asosida foydalanib kelayotgan yeringizni zaxirasidan berilgan degan vaj kelyapti. Xuddi shunday. Tushunarli. Siz o'sha rahbariyatligiga aynan shu masalalar bo'yicha murojaat qilib borganmisiz? Viloyat hokimligiga ham shu bilan bordim. Yozma murojaat ham qilib bordim. Nima degan javob? U anavsida umuman meni kirittirmaydi. Qishloq xo'jalikka qiladi, baqirib zuvon qiladi, tomonga jo'natadi. Umuman kirittirishga ham men xalq qabulxonasiga, prezident qabulxonasini Shahrisabznikiga ham bir necha marta bordim. U prezident portallariga ham juda ko'p joylarga yozdim, murojaat qildim, barisiga noto'g'ri javob bizdan jo'natishadi. Yana hozir mana diqqat e'tiborimni bir narsa tortyapti. Sizni sud mana bankrotga keltiryapti-da, mana Shahrisabz soliq boshqarmasi sizni fermerchiligingiz ustidan iqtisodiy sudga da'vo ariza kiritilyapti. Ya'ni qarzdorlik mavjud degan 102 million summa ko'rsatilyapti sudning qarorida. Shunday. Lekin aynan o'sha yili sizga javob xati kelyaptiki, ya'ni soliqdan qarzingiz mavjud emasligi bo'yicha, ya'ni ma'lum bir miqdor, unaqa summa emas, 7 million 485 ming so'm qarzingiz borligi bo'yicha javob berilyapti. Bu narsani sudlar o'ziga kelgan dalilni haqqoniy emasligini tekshirib ko'rmaganmi degan savol tug'ilyapti o'zida. Men bu qog'oz meni qo'limga tekkandan keyin Shahrisabz tuman iqtisodiy sudiga bordim. Iqtisodiy sudga borib turib ko'rsatganimga bu anavda menga ko'rdida, menga aytdi-ku, ko'rib hamma tomonini ko'rib yo'q dedi. Shahrisabz tuman hokimiyati tomonidan o'zlari sud tayinlab, o'zlari anav qilingan. Biz iqtisodiy sudda anavsi emas, bizdan chiqmagan dedi. Hech qanday sud ham boshqa ham bizlardan. Lekin bu yerda O'zbekiston Respublikasi nomidan hal qiluv qarori chiqyapti. Shunday, mana skanerlarini ko'ring, hammasi bittasi ham olmaydi, chista emas, bitta ham. Aynan bu bir oydan keyin bo'layotgan holat-a, mana. Shunday. Siz qachon olgansiz buni? 6-noyabr 2023-yil bo'lyapti. 2023-yil 20-oktyabr. Shunday. Bir oydan keyin, ya'ni qarz mavjud emasligi bo'yicha so'rovnomaga javob beryapti soliq, O'zbekiston Respublikasi soliq qo'mitasi. Bu demak, mana bu sudning qarori, ya'ni o'sha iqtisodiy sudning qarori yuzasidan tekshiruv tayinlanishi kerak. Chunki bu yolg'on ma'lumotga asosan chiqarilgan degan xulosaga kelyapmiz hozir bizdagi mavjud ma'lumotlarga qaraganda. Yana bir narsani bildirib o'tamiz. Aynan o'sha soliq boshqarmasi tomonidan bu da'vo ariza kiritilayotgan bo'lsa, nima uchun fuqaroni ishtirokisiz, ya'ni o'sha fermerning ishtirokisiz ko'rilgan? Biron marta ham chaqirgan yo'q. Hozir men sizlarga bildirib o'taman. 128-107 moddasiga asosan javobgarni ishtirokisiz ko'rib chiqish lozim topildi, deyapti.
qanday qilib xabari bo'lmagan bo'lsa, sizga bironta bir so'rov xati kelganmi iqtisodiy suddan? Sudga chaqiruv kelmagan. Bu hammasi yashirincha o'zlarini qilingan ishi bu. 128 va 170-moddalarga asosan deyapti. Ya'ni qanday holatlarda o'sha javobgarning ishtirokisiz sud majlislari ko'rib o'tiladi. Xo'p, shunday ekan, chaqiruv qog'ozi bormagan, pochtadan jo'natilmagan, qanday qilib javobgarning ishtirokisiz bu sudning qarori qabul qilindi? Yana bizni tushunchamiz bo'yicha yolg'on ma'lumotlarga asosan sud majlisi o'tdi degan xulosaga kelyapmiz. Mayli, biz hozirgi holatlarni umumiy qilib o'sha viloyat rahbariyatiga, viloyat boshqarma boshliqlariga yo'naltiramiz va alohida bu masalaga to'xtalib, o'sha soliq boshqarmasidan biz o'sha respublika oliy sudgacha boramiz, iqtisodiy sudgacha. Qani bu masalalar agar o'sha sudning bazasida turgan bo'lsa, ularning arxivida bo'lishi kerak bu ma'lumot. Endi Xurshidjon, sizdan bir narsani mana ko'rsatmoqchiman. 2023-yildan beri, 2-yildan beri mendan yeddog'ob 2023-yil barcha yerga paxta ektirdi. Qarzdorlikni bizga chiqaryapti. Foydani o'zlari klasterda o'zidan olishib ketyapti. Qarang. Tushunarli. Anavda. Mana shu barcha yillarga hozir hammasini gektarini 10 milliondan sotgan. Mana 7 sotgan. Ya'ni 10 milliondan sotganligi bo'yicha sizda aniq fakt bormi yo og'zaki ma'lumot? Mana hozir bitta texnikani olib kelsang, paxtada 50 odam chavib keladi. Mana o'zlari. Ular hozir o'zi bu qanday toifadagi yer o'zi bu? Qanday toifadagi bu yer? Meniki hali reyestrdan chiqqan, elektronniy ключim ishlab turibdi meni. Bular hozir taxlab turibdi. Hozir 1 yillikka ham sotyapti. Abadiylikka hujjat taxlab turibdi bular. Hammasini anosini olib, haqini. Auksionga chiqarildi degan ma'lumot berilyapti. Auksionda ko'rdingizmi o'zingiz? Auksionga chiqarilgan yo'q. Auksionga chiqarildi degan ma'lumot u prosta meni ishontirishimda anov qilish. Elektronniy anovim ключim ishlab turibdi meni. Bular davlat soliq idoridan ham to'xtatib turibdi, yagona darajadan ham to'xtatib turibdi. Hozir bu yerning solig'i kimga chiqyapti? Qaysini? Bu yerniki. 7 solig'ini to'xtatib turib qo'yibdi. To'xtatilgan, ha? To'xtatib turib qo'yibdi. Davlat xizmatlaridan elektronniy ключ. Bular bo'lmasa to'layotgan pul qayerga ketyapti hozir? Qaysini? Bular o'sha ijara asosida olayotgan bo'lsa, endi bu aniq faktlarga tayanilmagan ma'lumot, albatta bu taxminiy xulosalarga ertaga bir huquqiy holat keltirib chiqarmasin. Hurmatli uchun ko'rsatib beramiz. Bu o'zi qanday toifada g'allachilik va paxtachilikka asoslashtirilgan yer? G'allachilikka ixtisoslashgan. Bu lekin hozir bu yerda semichka ekilyapti. Semichka. Tushunarli. Endi viloyat boshqarma boshliqlariga, aynan viloyat hokimiga biz shu narsani bildirib o'tardikki, mana biz hududiga kelyapmiz. Ya'ni o'sha sizlarga borayotgan murojaatlar asoslimi yo asosli emasmi, o'sha ma'lumotlarni tekshirish maqsadida biz hududlarga kelyapmiz. Isboti dalili uchun ko'rsatib beryapmiz. Ana akamiz bizni mana murojaat qilib chaqiryaptilar. Iltimos shu masalada menga bir o'sha rahbariyatga yetib borishida yoritib beringlar deyapti. Bizni misol uchun ko'pchilik yaxshi biladi. Bizning vakolatimiz faqat o'sha holatni borini boridek qilib yoritib sizga yo'naltirib beramiz. Bizda bir yuridik maqom yo'qki, borib uni hujjat tebratib yo boshqa qilish. Sizda vakolat bor. Sizda bir vakolat borki, o'sha hujjatni olib, tekshirib, prokuratura tomonidan bir o'rganib, agar bu asossiz chiqariladigan bo'lsa, bunga protest keltirish, agar bu narsani o'zingizlar qilmayotgan bo'lsanglar, unda marhamat o'sha yerlar noqonuniy talon-taroj bo'lmasin. Yerni haqiqiy ishlayman degan odamlar olib foydalansin. Biz o'shani tarafdorimiz. Bizni hozir chaqirdilar, mana o'sha 2-marotaba men kelyapman, ijtimoiy tarmoqqa bir masalani chiqarishdan oldin. Bundan avval ham kelib o'rganib ketdim, bu masalani o'rganib ketdim. Ya'ni nima uchun? Hozir aynan ochiqlik siyosatida faoliyat yuritayotgan shaxslarni qilayotgan faoliyati ko'p rahbarlarga yoqmay qolyapti. Har xil bosimlarda, tahdidlarda qolyapti, lekin yo'q, haligacha davom etyapmiz. Harakatimizni to'xtatganimiz yo'q. Aholi ishonib bizni murojaat qilib chaqiryapti. Va biz ham o'sha rahbariyatdan mana shu murojaatlarni asosli yo asosli emasligini tekshirib berishlarini, o'sha davlat tomonidan berilgan axborot xizmatlari orqali bizga rasmiy munosabat berishini va biz ham o'sha munosabatlarni tarmog'imiz orqali yoritishni xohlaymiz. Birgalikda harakat qilsak, birgalikda mana shu yangi O'zbekiston ravnaqi bo'yicha harakat qilsak, men o'ylaymanki, maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana endi qarang.
kontir mana. Kontirni yeddi sotishyapti, yo'qotishyapti-da. Mana bu uy-joy oldin berilgan. Aha. Mana bu uy-joyni o'rnini chizib qo'yyapti, mana ko'ring. Bu nima menga aloqasi bor? Menga hozir chizmamga bu uyni o'rnini ham paxta g'allaga qonuniy qilib bermay, noqonuniy qilib turib ular. 7 urushib yuboryapti-da, bu tomondan allab chizib, bag'dan chizib o'ttiribdi, yer ijara shartnomamni xaritasiga. Ha, bu hozir ijara shartnoma sizni yeringizda mana bu joylar ham qo'shilib ketgan hozir sizni yeringizga. Yo'lmada mana bu yerda ham qo'shib yuboryapti uchastkaniga. Bir qator uchastkani qo'shib yuboryapti, lekin asli yer boshqa turibdi mana. Tushunarli. Mana. Demak, sizdan oldin bu narsa sodir qilingan, sizga kelib mendan oldin bo'lgan bu. Mendan oldingi fermerlardan bo'lgan bu ish. Siz umumiy nechinchi yilda, 19-yilda qabul qildingizmi? 2019-yil 3-dekabrga men 7 dona qo'yganman. Lekin o'shanga menga o'lchab bermagan, o'lchab berishga kimni ichchi marta hokimiyat ham qolmagan, kadastr idoralari ham qolmagan, bittasi ham tinglamay ekan bitta. Faqat yolg'on ma'lumot, yolg'on anavi shu. Bular faqat boshqa noto'g'ri ko'rsatma berishman o'g'ri ekan. Hurmatli vatandoshlar, isboti uchun mana hozir men ekranga ham qo'yib o'tyapman. Ya'ni o'sha bu qaysi tashkilot tomonidan berilgan sizga xarita? Yer ijara shartnomamdan. Yer ijara shartnomangizga shu biriktirilgan, ha? Shunday xaritasiga. Tushunarli bo'lmasam, biz bu masalani yoritishda davom etamiz. Albatta bizning vakolatimiz faqat yoritib berishdan iborat, qolganini o'sha rahbariyat o'ziga bu narsani tegishli tartibda o'rganib, murojaatlar to'g'risidagi qonun bor. O'sha qonunga asosan javob xatini rasmiy munosabatini ham kutib qolamiz albatta bu bo'yicha. Bo'lmasam hozir biz haqiqatdan ham o'sha qo'lingizdagi sudni hal qiluv qarori mavjudligi bo'yicha biz iqtisodiy sudga borishimiz kerak ekanda. Bu tumanlarda menimcha bizga to'sqinliklar ko'p bo'lsa kerak. Tumanni iqtisodiy sudi viloyatga o'tgan. Aha. Viloyatga o'tib ketgan. Bo'lmasam, nima oliy sudga borib qiziqamiz-a bu narsani. Shunday, oliy sudga bo'lmasa tumanniki hammasi o'zi bir-birini anaqa bo'lgan bular. Tushunarli. Demak, bir ovoz bilan men tushunyapman, bu tuman rahbariyatiga, tumandagi tashkilotlarga mutlaqo ishonchingiz o'lik bo'lgan. Tumanga ham, viloyatga ham ishonchim yo'q. Bir necha bor viloyatga ham hamma tashkilotlariga uchrashib, 2023-yildan beri shu bo'yicha yozaman, uchrashaman. 2024-yil meni aldab Bahodir Xudoyqilib bosh prokuror bo'lib keldi, 14 gektar paxta ektirib, bosim bilan suv ham bermadi, boshqa ish ham faqat meni ishimni bular yomonlik tarafimni ko'rsatish maqsadida qilingan ish ekan, men uni o'ylab ko'rmagan ekanman. Faqat men paxtani yetishtirsam, yerimni ochib beradi, yana bola-chaqamni shu boqishmadan, shu ish o'zimni ishim bilan avora bo'lib ketaman deb turib ishlab 0.75 kilovat nasos bilan shunday suv kelmagandan keyin ilojim yo'qligidan shumasa bir ikkita bo'lsa ham suv ichsa mehnat qilib 40 million pulim ketdi meni. Olganman odamlardan olib ishlatganman. Resurs olmaganman, boshqa qilmaganman. Meni anomni ochib bermagan, yopib qo'ygan. Meni fermer xo'jaligim ochilganga ham men elektr tarmoqlarida nimangizni yopib qo'ygan? Shu tizni yopib qo'yganmi? Meni hamma elektronni anavlarimni umma ishlatishga shartnoma nimani hisobiga siz bu yoqqa narsa olasiz? Qanday qilib yeringizni ekasiz? Qanday rivojlantirasiz? Texnika ham tekinga ishlamaydi, pulga ishlaydi. Tekinga ishlamaydi. Meni aldab bo'ldi, ochib beraman degandan keyin men bir kun, 2 kunning ichiga pul topasab, qasillatib, ekib taylab, kultivasiya qildirib, endi bag'ini ishlataman, suvga anav bo'ldi. Men nasos olib kelib shunday kanalga rezitkalik 0.75 kilovat nasos shunday qo'shyapman. Shunday odamlar kelib ishlayapti. Tuman militsiya xonasiga olib borib, shatda 17 millionga meni majburlab buddattirib olyapti-da. 2025-yil meni shatda 169-moddani qo'yib, uyimni timtuv order olib borib, timtuv qilib turib, nima izladi bilmayman men. Ashiya dalillar qog'oz izladi. Menga ashiya dalil nima qiladi? Bu yer to'g'risidagi o'zini aybini yopish uchun qilingan narsa ekan. 1 yil 1 oyga qamoqdi meni. Siz bu bo'yicha qamalib ham chiqdingizmi? Qamalib ham chiqdim, Shayxaliga 45 kun o'ttirib chiqdim men. Keyin apellyatsiya yozib turib,
Balalarim bitta o'g'lim o'qishni ham taylab ketdi. O'qishga kirgan joyiga taylab ketdi. Endi bu katta o'g'lim 4-kursda bitirdi. Bu yil nasib bo'lsa diplom oladi. Iloji yo'q, balalarim maddikarga chiqib ishlab turib, pulni to'ladi, zararni to'lab chiqib keldim. Demak, hozir fermerchilik qilish ham og'ir bo'lib qopti-da hozirgi paytda. Endi fermerchi qilish og'ir emas. Umuman bosim o'tkazmay, qitmillik qilmay, bir insonni olish uchun harakat qilmasa, fermerda o'ziga qo'yib yesa o'ynab qoladi. Hozir sizga nisbatan bo'layotgan noqonuniy harakatlarda nimani ko'ryapsiz? Nima maqsad nima? O'sha eski qilingan, sotilgan yerlarni berkitishmi yo bo'lmasam o'sha yerni o'z aybini oldinki meni hozir bo'shatib taylamasa, men bu 5 gektar yer qolib ketaveradi. Bu meni bo'shatib ishni yopib olsa 5 gektar yerni ham yo'ldoshib javlan fermer sotgan bo'lib chiqadi. Hamma ayib biz bilan qo'shilib ketaveradi-da, bag'i chista bo'lib ketaveradi. Tushunarli. Albatta bu bo'yicha biz yuqorida turuvchi organlarga, o'sha qonun himoyachilariga tayanamiz. Masalani boridek qilib chiqaryapmiz. Oliy sudga ham boramiz. O'sha sudni O'zbekiston Respublikasi nomidan chiqarilgan hal qiluv qarorini adolatlilik darajasini qonun himoyachilari bilan birga ko'ramiz va kuzatamiz. Salomat bo'ling. 40 million pulim ketdi meni. Olganman odamlardan olib ishlatganman. Resurs olmaganman, boshqa qilmaganman. Meni anomni ochib yemmagan, yopib qo'ygan.